Qahramon tumani, Qahramon postidan 4 kilometr o'tganda navbatdagi xonadonimizga keldik. Bu uyimizda 208 sotuv, 5 ta xona, 4 ta sanuzil. Ko'rishingiz mumkin, bu yerga mana bemalol bitta mashina chiqadi. Tashqariga ham bitta mashina qo'ysa bo'ladi. Bu yerga mana yozgi oshxona qilib, tayyor joy qilib qo'yishgan. Ko'rishingiz mumkin, bu yerga mana archa ekib, zona qilib tayyor qilib qo'yishgan. Hozir uy ichini ko'rsaman. Ko'ringlar, narxini 160 ming so'ralyapti. Xonalari katta, lekin puliga arziydi, ko'ringlar. Bu yerda bizda hol ko'rgan bo'lsanglar kattagina. Oshxonamiz ham kattagina. Shunaqa kuxni mebeli, shunaqa chiroylisini tanlashgan. Sanuzil bizda. Razdelisi spalniy bu yerda bizda. Sanuzil. Bu bizda zalimiz ham kattagina. Bu bizda ikinci etaj. Yana boshqasi. Bu bizda yana bitta xona. Ko'rishingiz mumkin, yana bitta xona. Bu yerda ham mana razdelisi spalniy qo'rsanglar bo'ladi. Sanuzil. Bu yerda mana kattagina zal. Ranglariga ham e'tibor berayotgan bo'lsanglar, yaxshi chiroyli ranglar tanlangan. Bu yerda bizda balkon. Bu yerda mana xonani tomosha qilib o'tirsa bo'ladi. Va bu uyimizning orqasida ham kichkina joy bor edi. Bu yerda tapchan qo'yib o'tirsa bo'ladi. Uy lekin yaxshi sifat, zo'r qurilgan, narxiga arziydi.